Tog'a bitta duo qilib bering, ilohomiy. Yo'llarimiz. Safarimizni bexatar qilsin, yo'llarimiz ochiq olsin. Sog' salomat beshga son yetib manzilimizga yetib. Aziz hamyurtlar, Toshkent, Tumen, Chelyabinsk yo'nalishlariga ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olaverasizlar. Chiqinglar shebim. Erkin tog'a, yaxshimisiz o'zingiz? Yuribsiz-ku. Endi mana Xudo xolasa hamma yo'q. Tog'a bitta duo qilib bering, ilohomiy. Yo'llarimiz. Safarimizni bexatar qilsin, yo'llarimiz ochiq olsin. Sog' salomat beshga son yetib manzilimizga yetib boramiz. Deportlar chiqmasa hamma o'ylagan. Bugun chislo necha, amaki? Bugun chislo 25-chislo. qaysi yo'nalishga ketyapsiz? Tumen, ha? Chelyabinsk, Tumen. Tumen 25-mart. Tumen, Chelyabinsk yo'nalishlari ketishligida bo'lsa telefon qilaverasizlar. Fazillarga reyslar tushuntirib o'ting. Reyslarimiz seshanba, juma kunlarida bo'ladi. Qiziqqan insonlar bemalol telefon qilaverasizlar. Avtobuslar cho'tki. Rossiyaning qaysi shaharlariga reyslar bor? Krasnodarga bor, Moskvaga bor, Kazanga bor, mana Tumenga bor. Faqat davlat avtobuslari. Davlat avtobuslari, UzAvtotrans avtobuslari. Ketishligida bo'lsa telefon qilaverasizlar.